Nima deyaptim? Aytdimki, Aysim, bizning ekimizning zo'r jangimiz bo'ladi. Bu ko'ngli toza bola dedim. U O'zbekistonda mashhur, men ham mashhur. Ekimizning bo'yimiz juda chiroyli bo'ladi dedi. Biroq daraja boshqa. Ha, men urunim boshqacha. Ha, o'zingning baland o'tsan. Ha, seni urug'ining boshqa, meni urug'im boshqa. Endi nima desam bo'lar ekan? Bu jang juda ham qiziq jang bo'ladi menimcha. Juda ham qiziq jang bo'ladi. Chunki mening uchun juda ham muhim janglardan bittasi bu. Chunki mana shu jangga nasib inshaalloh chiroyli o'tkazib olamiz. Bular endi oilasi uchun harakat qilyapti. Men ham oilam uchun shunchaki o'rtada nima bo'ladi? Chiroyli jang bo'ladi. Endi kim kuchli bo'lsa, kim zo'r bo'lsa, o'sha yengib chiqadi. Nasib inshaalloh cho'tka jang bo'ladi. Omad tilayman raqibimga ham. Lekin qo'ldan kelsa barba yoki stoyga farq qilmaydi. Lo'ychasiga ko'raveraman. Hammasiga cho'tka qilib, format cho'tka qilib, normal zarajini qilib kelganman.